Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hurmatli tomoshabinlar, haftaning shanba kuni 3-may sanasi 2025-yil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Boltako'l degan joydamiz. Hurmatli do'stlar, e'tiborlaringizga bugungi video roligimizda rossiyskiy sigirlarni birinchi sort, birinchi qorin yosh mollaridan qo'ldan ko'rsatamiz. Ko'rasizlar, narx va sifatlarga to'g'ri kelsa bemalol bexijolat narx-navoni tevarakka solishtirib savdolashib olaverasizlar. Yaxshi mollar akalar. Xudo xolasa ishonarli barra mol olaman degan akalarimiz bo'lsa, chiroyli qilib ishni bitirib beriladi. Ko'rasizlar, narxlari ham yo'lida qilib chiroyli qilib aytiladi akalar. Malol kelmasa like deb bosib, chiroyli izohlarni kommentariyada qoldiringlar. Videorolikni boshlaymiz akalar mana. Rossiyskilar qarab, mana munchoqqinalarni. Havas qilganlarda kamida 10 tonta bo'larsa mana shunaqalar akalar. Like bosinglar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling, Habibullo. Sog'lik aka, qalaysiz? Qo'lyapsiz? Assalomu alaykum, oldingizmi aka? Rahmat. Obunachilaringizga aka mana 5 yosh molimiz bor. Bundan ikkisi sigir, 3tasi bo'g'oz aka. Puli yengil. Xudo xolasa ko'p obunachilaringiz puli yengildan olib chiqing, ko'rsating degandi. Mana aka qo'ldan kelganicha 4tasi xudo xolasa yengil. Bu bir donasi endi o'zingizni sigirlar mollardan. Ko'rib obunachilarga baho berishaveradi. Akalar, bahosizlardan narx-navoni hali solishtiraveringlar hamma joyga. Yaxshi mol hech yerda arzon emas, lekin yaxshi molni qadriga yetib savdo qilsalaring tez ish bitadi inshaalloh. Mana. Tishlarini ham ko'rsatamiz aka. Birinchi, ikkinchi qorin, bitta mashinamiz ikkinchi qorin, qolgani birinchi qorin. Mana bu ham daji 4-kurayni chiqaryapti ikkinchi qorin. Bunimiz ham ikkinchi, birinchi qorin, bu ham birinchi qorin. Qaysidan boshlaymiz? Farqi yo'q aka, men kichkinasidan boshlayman. Kichikroq. Farqi yo'q aka. Ko'rib baho beringlar. Hurmatli do'stlar, pul yengilroq variantlaridan boshlaydik. Yil 12 oy akalar, video chiqadimi, chiqmaydimi, yaxshi mol bo'ladi akamizlarda. Bemalol 3-4 kundan keyin, bir haftadan keyin videoni ko'rib turgan bo'lsalar ham telefon qilaveringlar. Mol tugab qolmaydi. Xudo xolasa ulgurib qolishsin. Mana yengillar. 91 ko'zi bilan 672 12 06. Ekranda bo'lgan nomerlar telefon qilaverasiz. Yetiga o'sha? Ha, yetig, xudo xolasa. Yelinlar yuvosh, kuchlar. Aha. O'ta yuvosh. Yuvosh kunlari, yelishlari zo'r. So'zlardan zo'r. Bo'ylari aka 135 kg minus. Dolli gap yo'q. Kichkina bo'lib, kichkina ham emas. Ro'zg'or bor. Ro'zg'or bor. Xudo xolasa bitta ro'zg'orda Gullatadi. gullatadi. Aha. Nech pul bahosi akacha? Bahosi uka 32-33 bas uka. 30 million so'm kami bor. Atrofga qarab solishtirib olishaversin. Mana uka tishlari. Shunday chiqarmabdi uka. Bu chiqarmabdi. Bo'za. Tishi ham yo'q ekan, sal o'tib gapiraver, yo'qmasa? Uka bichgan 30 million so'm kami bor. Ha? Ha, bozorda ham bu narxi yo'q uka. 30 pasta aniq ish bitadi. Bitadi uka. Hech bichgan deyapman. Hurmatli do'stlar, yetuk 30 million kami bor. Savdolashaveringlar. Sanabtir ichilikcha qolsa sotamiz. Nima Bo'ldi, olib boring. oyoq qo'llari shu sigir mollar 32 million 33 million bo'ladi-da. O'sha pulga olib bormasdan tug'dirib olasizlar inshaalloh. Mana molam yaxshi mol ekan ama. Doddagi degan yaxshi bo'ladi, hurmatli do'stlar. Ha, qarang, mashalloh. Hop. Navbatdagi. Mana Daniyani ko'rsating. Toza Daniya ekan. Shuni ochsam? Mana shuni. Qaysi tomonga? Endi chiqaryapti. O'silyapti-da. Nechur. Hurmatli do'stlar, katta ham, kichik ham emas, fermaga bemalol tushadi. Shoxsiz. Yo'l olishida ham mazaq foydalansalaring bo'ladi. Kapalaq o'sha baquvvat mollar. Yelinda yaxshi soladi. Yelinda xudo xolasa zo'r soladi. Haqiqiy sutli mol ekan. Mana bu tomonga torting. Hurmatli akalar, mana yelinlar. Jonivor. Shalvarab yotibdi. Hali bu birinchi qoringa shunaqa. 10 kun xudo xolasa bor. 10 kun yo'lda bo'ladi. Xudo xolasa. Nima deysiz aka narxini? Narxini uka
42 43 bas uka. 40 ham bas. 39 million so'm kami bor uka. 39 kam bor. Zotli mo xudo xolasa 39 million so'm kami bor. Ammo sutni yaxshi bersa kerak a. Xudo xolasa tekib beradi uka bu. Sal siylamaysizmi? Beraman. Siylang ish bitishiga. 38,5 uka bo'ldi. Savdolashaversin a. Savdolashaverdi. Hurmatli do'stlar, 38,5 million kami bor. Savdolashinglar. Aytilayotgan narxlarda. Yelinlarni ushlamadi demasin mana. Yo, orqasini qarang, shalvarlari. Hali xudo xolasa rosa soladi. Shu mashitgacha idish olib ketadi. Mana shu bor. 38,5. Ikki dona ko'rdingizmi? Hozir assist gavrolchi. Bolasi novoz. Aha. 17 ta 16 ta sut beryapti. Qanaqa? Boshlanishi kerak. Ha. Lekin hali ishig'i bezlari qaytgani yo'q. Olib kelaman. Mana bola. O'ylanib qolgan buzoq bor, Avrorjon. Mana. Hali bolaga intilishini ko'ringlar, akalar. Bir xil odam faqat olaman ola tug'adi deb o'ylaydi-da. Avrorjon. Bolasi radnoy o'ziniki, xolasi allaqalari ham bor. Yurgizavering. Mana. Ovozchi. Shveddan ovozchi. Olgan odam xudo xolasi 10 kunta bolasini oladi, Abrorjon. Beshiga motor ketadi. Nech kunlik deyapsiz bolasini? Bolasi bugun 6-kun. 6-kun. Avrorjon ostini ko'ryapsizmi? Akalar, 20 tadan kam bermaydi uka. Novos bolali rossiyskiy uzoq yil boqaman degan akalarimizga ko'ringlar, yaxshi mol. Kamida bir 7-8 yil indamay sigirtmash boqib yuraverasizlar inshaalloh. Xudo xolasa Bollarini olib, tadan kam bermaydi. 15 taga olaversin, lekin 20 tadan kam bermaydi. bollarini foydalanib ham xudo xolasa ziyon qilmaysizlar. Bolalarni qarang, Nech pul bahosi qochirmay. Bahosi uka Qochirmay. 40, 39, 38 ham emas uka. 37 million so'm kami bor. Kami ko'pmi? Kami g'ij-bich kam. Kami ko'p a? Ha, bu molimda obunachilaringiz bunday kol arqa oldiga bunday sarasos, hali 3-4 ta tuqqan mol bor. Birinchi mol uka, birinchi tug'ish ishlab chiqmagan uka. Jaydari mol bas ama uka. Ha, ko'rinib turibdi. O'zi aqlida. 37 kami bor. Jip chosi uka, yana ham yo'llar qilib beraman. Jipini ushlab turing. Mana ashini ko'rsat, ikkinchi bolasi uka. Baqa bir ozgina yurgizib qo'ying. Mana shu mol yaxshi mol akalar. Endi ama etsa savdo qilsa qilgiday narx. Ha, xudo xolasa aka, Atrofga solishtirib olaversin. Mana jon. Bolasi buqanmi? Yo'q, bolasi Xudoji. Bajo. Ikkinchi tug'ish 4 kurak. Ishini ochib ko'rsataman, izzatimni tishini ko'rsat. ha turuv. Qarang. Ishini och. Mana, 4 kurak ikkinchi qoringa. ikkinchi qoringa. Bitta Hurmatli do'stlar, tuqqan deyiladi uka, tug'magan deyiladi. bunaqa sadipam bo'la olmaydi. Aylantiravering. Lekin Suyunchiga Hoshimjonni sigiridan Avrorjon bu. o'shani o'zi. O'shan hali bitta mahallani suti bilan ta'minlangan bor-ku. Ha. Rost o'shan bor. Hop. Mana, jiblan yoniga. Nech pul bahosi? Bu nechtasiga? Bu ham hozir 15 ta 16 ta beryapti, lekin 20 tadan kam bermaydi uka. 15 taga olaversin, ha, bezlari qaytgani yo'q. Bu ham 5 kun bo'ldi uka. Juplanchi narigini ham olib ko'p. Yoniga. Ammo mana shu bola yaxshi. Qarang, 4 kurak ikkinchi qoringa. Toza mollarda Avrorjon. Hozir Bahosi bahosi uka bu ham shu. qancha? 37 million. Kami bor. Jipchosi uka. 36,5 dan beraveradi. Jupiga 36,5 dan kammi? G'ij-bich kam uka. Xohlaganlaringda xohlang tanlab oling, xohlang donalab oling. Lekin jupiga qaygacha dastlabki? Jupiga uka Toshkentgacha dastlabga qilib beraman. Mana shu suvdan ichida, misol uchun. Aha. Toshkentgacha dastlabga qilib beraman. Endi uzoqroqqa kelishamiz. Kelishaveradi. Yurgizavering. Hurmatli tomoshabinlar, siz Samarqanddanmisiz, Buxoro, balki Xorazmdan? Qizig'i yo'q, telefon qiling. Yo'q uka, telefon qilaversin, kelishamiz. Bu falon joyga bunaqa sotamiz, Oboring bo'ldi. Yemog'i, ichmog'i, sog'lik salomatchiligi garantiyasi bor ekan.
Berdona g'ubori yo'q, xudo xolasa hozircha yaxshi. Ular ham yumshoq. Omoning bo'ldi. Bolaga intilishini qarang. Muzeydan ko'ryapsan, yaltirayapti. Amal zingar o'g'li. Gap yo'q. Buni akalar 20 ta sutga javob ya 20 tadan tepada deyish oson. Bu berish kerak. Yuvoshliklarni hozir yengil-yengil sog'ib ko'rsatib beriladi. Mol yuvosh bo'lmasa ham qaytib yuboraverasizlar, ha? Behijolat, unaqa aybi bor. Molimiz yemasa, ichmasa, ussa, tepsa, bir o'zini o'zi yemsa, bir legini bo'lsa, qaytib olinadi mol. Unaqa mol umuman chiqarilmaydi. Chiqarilmaydi ham. Unaqa Yuvoshliklari ekan. O'zi mol bunday borsiz, tepadigan mol shaqillatadi. Bu unaqa tepadigan, qo'ydigan mol uka chiqarmaydi. hurmatli do'stlar, Mana aka, bu Shuni ham ko'rsatib qo'ying buni. Ochmadim degan gap so'zini. 4 ta bo'lsa ham ajablanmayman. 2 dona. Ha? Ko'rdingizmi? Bo'ldi. 2 dona. Hozir hurmatli Rossiyadan kelgan. Sorni pyostradigan mana shu bo'ladi. Mana shu bo'ladi. Buni boqib, ko'rib, mazasini bilgan odam biladi. Men hunarchilar kelajak ekan bu. Ikkitasi o'zi sal yelim boshlab qoldi. Ammo bitta zo'r tomoni akalar, zo'r edi mol. Hech narsadan qaytmaydi janob. Etini ham ko'ryapsizmi? Zo'r edi. Kalla so'z xudo xolasa. Bir jahonni. Maqta shartlar o'zini o'zi sotadi. Baquvvatligini qarang. Agar shuncha yilga bolasi yonida bo'lsa, dimlagan bo'lar deydi. Bunda hali bor-ku, bir hafta bor. Bir haftani bag'ida tug'maydi. Onalarga berib ketdimi? Qoziqlari ham zo'r ekan, ha? Hech pul bahosi qochirmay aka, sotish kerak-ku maqsad. Maqsad sotish uchun, reklama uchun emas. Shoxlarni qarang. Shu vaqtgacha Xudoga shukr nasib qo'shilgan, sotilyapti uka, chiqarilgan mollar. Aha. Bo'ynida turganida. Baquvvatda. Abrorjon bitta gap. Mana atrofda chiqarib yursiz, misol atrof tevaga atrofga solishtirib olishaveradi obunachilaringiz uka. Aha. Bozorgami? Olib boring bo'ldi. Nimaga? Takka bo'lsa solishtiraveradi uka. 52-53 emas uka. Aha. 50 million emas, 49 million so'm kami bor. Yana 500 o'tang. Bo'ldi uka, siz uchun keling, qo'lingizni bering. 500 emas uka, 1 million so'm o'tdi uka. Yo'q, Ha, bor. 48 kam bor. 48 million so'm kami bor. Bo'ldi gapi. Savdolash olish va. Hurmatli do'stlar, bitta gapda dehqon akalar, sizlar ham ko'ringlar mana shuni. Meni Telegram kanalga dehqonlar tashlayapti-da. Aka jicha qimmat aytyapsiz desam, "Ha, u deb katta mo'ljallab olyapti." Akalar, shunday mollar ham 60 million, 55 million emas. 48 kami bor deyilyapti. Kami ko'p. Savdolashaveringlar. Ammo savdo qila olishaveradi. hamma mol bilan molni o'zi asli taqqoslab bo'lmaydi. Hali yana soladi bu, Abrorjon idish. Hali uka bu mashina orqasiga tushib ketadi. Xudo xolasa aka, sog'ib yuribsiz. Men o'zimda nimam bor? Plan alinaqa tajriba ham bor. Chamalayman-da. Rossiyskilar eng miqdori ham 15, 20, 25 litr. Sekin boshlanadi. Boshlanishi shuna oladi. Balki 20 ta berar, balki 25 ta, Alloh alam. Lekin yaxshi beradi. Xudo xolasa bu mollar aytapanu, hammasi ham uyga kirgandan keyin dehqon uyga kirsa 10 yil o'yin chiqib ketmaydi. Ha, Mana Abrorjon kecha mana. O'sha Qo'qondan bitta akamiz telefon qildi-da. Hmm. O'tgan yil mol bergandali. O'zingiz olib bergansiz videoda. O'sha mol mana bu yil yana tug'ildi. Tug'al. Harakat topdim mana. Sanjoningiz sog' bo'lsin. Kecha videolargacha tashladim uni. Bitta narsada obunachilarni o'zi ham yaxshi biladi. Masalan, 4-qoringa 25 ta sut berib turgan moldan 20 litr sut berib turgan 1-qorin mol afzal bo'ladi. Nimaga? 4-qorin mol sekinroq qochadi. Mana bular organizm yosh. Bolasini ajratsangiz o'zi qochadi-da. Endi Avrojana bitta gap uka, hali obunachilaringizga bu
Bu mollar ama hali osilcha yelin bo'lmaydi uka. Bular ranna yelin bo'ladi. Hammasi ham shu uka. Hali 3-4 tuqqan molnikida osilib ketadi. Bunaqa bo'lmaydi. Bu mollarki ranna yelin bo'ladi, lekin sutni beradi, xudo xolasa. Gap ketdik. Hurmatli tomoshabinlar, mollarda sog'im payti ozgina o'tgan 1 soat 1,5 soat. Lekin shu holatda ham yuvvoshligini sizlar uchun ko'rsatib beriladi. Endi havo ham isiyapti akalar, hali faqirda to'ldirib o'tirilmaydi-yu. Ko'rsatib ham Ko'ngilni to'ldirish maqsadida yuvvoshligi. bexijolat 15 taga olaversan birodar, lekin 20 tadan kam bermaydi uka. Buni hali sutini ko'pirtirib, nima qilish kerak yo'q. Gap tez sotishda baslang. Ha, mana bu sutini balandaytirib nima qilish kerak yo'q, mana. Oyoq ko'tarib qo'ymaydi janob, yuvvosh. Hurmatli do'stlar, bemalol o'sha akamizlarda ham yaxshigina opit tajribasi bor. So'raverasizlar. Uncha bilganlaringni so'rab maslahat olaverasizlar. Hozir bir obunachimiz telefon qilib video davomida sigir zo'r yevormayapti degan savol bo'lyapti. Sigirda shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Chemirishsa berib turish kerak, a? Chemirishsa berish kerak. Misol sigirda bor-ku, masalan, buqada bir kunda bir mahal yoki ertalab kechqurun bo'lsa, sigir ko'proq suv ichadi. Yuragi kuyadi. Shuning uchun akalar och qolsa ham suvsiz qolmasin mol. Mana yuvoshligi birinchisi, mana yuvoshligi ikkinchisi. Buni bolasini ovas, buni hunojat. Xolaganingiz tanlab oling. Ammo mollar yaxshi. Ikkalasi ham yoqdi menga. Mollarning yomoni yo'q uka. Hammasi xudo xolasa mollarimiz birinchi sort. Akalar olinglar, hozir oladigan payt nimagaki hali tushgan narsa oshgan narsa tushish qiyin, lekin hozir ozgina oladigan payt. Somon sezon chiqib, somon presslab boshlandimi, bo'ldi, o'zi ko'rasizlar. O'shanda to'g'ri aytgan ekansizlar. Bo'ladi akajonlar. Kelaverasizlar, Farg'ona viloyati Boltako'l. Qo'shtepa Boltako'lda. Qo'shtepa tumani Boltako'l. Bexijolat. Barakasi. Hammaga omad. Like bosib, qo'llab-quvvatlab. Xudo xolasa. Molla Qo'yrag'och qayerda? Nima siz? Molla Qo'yrag'och? Mulla Qo'yrag'och. Mashta bu. Molla Qo'yrag'ochda ko'rib turgan Dilshod aka, faolsiz gazini bosing. Kamchatkadagi Rasul akaga ham salom. Hamma obunachida qayerdan ko'rib turganini yozib ketsin. Gap yo'q.